Statika bobini ishlashni boshlayapmiz. Demak, birinchi masalada quyidagicha. Rasmda berilgan bloklar sistemasidagi har bir blokning massasi m ga teng bo'lsa, F kuchini toping debdi. Demak, mana ikki massali jismda pastga yo'nalgan og'irlik kuchi paydo bo'ladi, ya'ni 2mg. Endi har bir blokning massasi m ga teng bo'lsa, demak bunda mg og'irlik kuchi bor. Jami ikkalasida 3mg og'irlik kuchi bor. Endi 3mg og'irlik kuchini yarmini bo'yib ko'tarsa, yarmini esa bo'yib ko'taryapti. Endi mana unda yana og'irlik kuchi bor mg, ya'ni bu ham og'irligi bor-ku. Demak, jami og'irlik kuchi hozir bu yerda 5mg taqsim 2 bo'lib qoladi. Endi 5mg taqsim 2 ni yarmini bo'yib ko'taryapti va 5mg taqsim 2 ni yarmini bo'yib ko'taryapti. Shunda mana F kuchi ham shunga teng bo'lib qoladi. Demak, F ning qiymati 5 ta mg taqsim 4 ga teng ekan. Ikkinchi masala. Vaznsiz prujinaga m massali ehtiyojini ulanganda u delta x ga cho'zildi. Agar prujinani L taqsim 3 va 2L taqsim 3 bo'lakka bo'lib, stержень yana ilinsa, 2L taqsim 3 prujina qanchaga cho'ziladi? Birinchi holatda quyidagicha fikrlaymiz. Prujinaga shu stержень osilgan. Uni massasi m bo'lsa, pastga mg og'irlik kuchi bor va u kx elastik kuch paydo bo'lgan. O'z-o'zidan elastik kuch orqali bo'ladi, chunki cho'zildi-ku. Bizdan ikkala kuchlar tengligidan mg teng k birinchi holatda kx degan narsamiz bor. Mana. Endi ikkinchi holatda statika bo'yicha ketsak, bizdan 2L taqsim 3 so'ralganligi uchun L taqsim 3 tomonni yo'qotib yuborsak, ishimiz osonlashadi. Shuning uchun bu tomonga tayanch qo'yib olsam, tayanch qo'yib olsak, bu yo'qoladi. Bundagi elastik kuchi yo'qoladi-da. Bizda faqat bu qoladi. Endi stерженьni o'rtasidan mg og'irlik kuchi tushyapti. Bu tomonga bo'lsa, cho'zilganligi uchun yuqoriga F elastiklik kuchi bor. Demak, buni yelkasi 2 da ekan. Buni yelkasi bo'lsa 4 da ekan. Buni momenti tayanch tomonga qarab bu tomonga bor, m1 moment. Buni momenti bo'lsa tayanch tomonga qarab bu tomonga m2 moment. Momentlar qoidasi bo'yicha soat mili bo'ylab yo'nalgan momentlarni yig'indisi soat miliga qarshi yo'nalganlarga teng bo'lishi kerak. Demak, hozir bu yerda ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi, demak teng bo'lsa. M1 moment kuchi mg, yelkasi 2 da. M2 moment kuchi F elastiklik, yelkasi 4 da. D'lar qisqarib ketsa, 2 bu tomonga o'tsa, demak mg teng bo'lyapti. mg teng bo'lyapti 2 ta F elastiklikka. Demak, bizda mg teng k delta x ligidan mg teng k x degan narsamiz bor va pastda mg teng 2 ta F elastiklik degan narsamiz bor. Endi bekirlik jihatdan qarasak, bekirlik quyidagicha bog'langan bo'lar edi. Ya'ni bekirlik formulasi es taqsim L0 bo'lsa, k teskari proporsional bo'ladi L uzunlikka. Demak, birinchi prujinani bekirligi 3 ga bo'lar edi, o'z-o'zidan 3 marta qisqardi-yu. Bu bo'lsa 3 marta qisqarib 2 marta ortdi. 3 marta qisqarganda 3 ga bo'ladi buni bekirligi. Lekin 2 marta ortgani uchun 2 marta qisqaradi. Demak, bekirliklar shunaqa nisbatda olib ketsak bo'lar ekan. Endi mglar bir-biriga teng, demak kx
teng bo'lyapti ikkita F elastiklik. Elastiklik bikirligi 3 ga taqsim 2. 3 ga taqsim 2 ko'paytirilgan cho'zilish delta x. Biz shuni delta x qidiryapmiz. Demak, 2 bilan 2, k bilan k qisqarib ketsa, bizda hozir qiymat paydo bo'ladi. Delta x teng x taqsim 3. Mana bunday. Demak, bizda javob to'g'ri ekan. Tomonlari D bo'lgan kvadratning uchlariga rasmda ko'rsatilgandek jismlar joylashtirilgan. Sistemaning massa markazi koordinatalarini toping debdi. Demak, bizda massa markazini x o'qi bo'yicha gaplashsak, m1 x1 plus m2 x2 plus nuqta ketaveradi. Taqsim pastda m1 plus m2 plus nuqta ketaveradi. Demak, ketdik mana. Koordinatasini yozib olaylik. Misol uchun buni koordinatasi 0 to'xtanglar, bu birinchi x, buniki d yu 0 bo'lar ekan. Koordinatasi. Xo'sh, buni koordinatasi 0 u 0. 2m ni koordinatasi d yu d va buni koordinatasi 0 u d. Mana koordinata yozib oldik. Endi x o'qi bo'yicha gaplashaveramiz. Ketdi x o'qida massa markazi koordinata topmoqchi bo'lsak, birinchi m1 massa, buni m1 deylik mana. 1 2 3 4 jism deb oldik mana. M1 massamiz m ga teng. X o'qidagi koordinatasi 0 plus m2 jismimiz ham m ga teng, koordinatasi x o'qida d ga teng, plus m3 massamiz 2m ga teng, x o'qidagi koordinatasi 0 ga teng, plus oxirgimiz 2m massali jism va koordinatasi d ga teng. Pastda bo'lsa hamma massani yig'indisi 2m 2m m va plusdan yana m. Tepada 0 qatnashganlar yo'qolib ketsa, demak m da 2m da qo'shsak 3m da, demak tepada 3m da paydo bo'lyapti. Pastda bo'lsa 6m. Buni qiymati d taqsim 2 kelib chiqadi, masala qisqarib ketib. Y o'qini formulasi ham xuddi shunaqa, faqat endi y o'qi bilan gaplashamiz xolos. Demak, ketdik. M1 massamiz m, y o'qidagi koordinatasi 0 plusdan. M2 miz m, koordinatasi 0 plusdan 2m, koordinatasi d plusdan 4-chi jismimizga 2m massasi, koordinatasi yana d. Pastda yana o'sha m plus 2m plus 2m. Demak, mana bu 0 ko'paytirilganlar yo'qolib ketadi baribir. 2m dagi 2m da bu 4m da. Pastda bo'lsa 6m bor. Masala qisqarib 2 ga qisqarsa bu sonlari 2d taqsim 3. Demak, bizga uni og'irlik markazini nuqtasi d taqsim 2 x o'qida, y o'qida bo'lsa 2d taqsim 3 ekan. Shunaqa qiymat bora B javobda turibdi. To'rtinchi masala. Vaznsiz ipga massasi 12 kg bo'lgan sharcha rasmda ko'rsatilgandek osilgan. Bunga ko'ra BS ipning taranglik kuchini toping debdi. Demak, ketdik. Bu yerda bunda endi yuqoriga yo'nalgan qanaqadir F kuch paydo bo'ladi. Ko'tarib turibdi. Bu yerda bo'lsa bu tomonga yo'nalgan taranglik kuch paydo bo'lib turibdi. Xo'sh, mg bo'lsa pastga yo'nalgan. Xuddi shu mana ipga teng, xuddi shuni bu tomonga o'tib olsak, mana bu tomonda mg degan kuchimiz paydo bo'ladi. Mana 3 ta kuch. To'g'ri burchak shu burchakdan foydalansak bo'ldi. Demak, bizdan so'ralgan BS ip, ya'ni BS ip ana tepadagi T ni so'rabdi.
Xo'sh, bu nima degani desak, tangens alfa degani, tangens alfa burchak qarshisidagi katetda ikkinchi katetga nisbat. Demak, t taqsim mg. Demak, bu yerdan t ni topmoqchi bo'lsak, mg ni ko'paytirishimiz kerak tangens alfaga. Endi sinus alfamiz 5 taqsim 13 bo'lsa, o'z-o'zidan kosinus alfamiz nima bo'ladi? 12 taqsim 13 bo'ladi. Bu ikkalasi nisbati tangens alfani beradi. Tangens alfa 5 taqsim 12 ni beradi. Demak, massamiz 12 kilogramm, j ni qiymati 10, tangens alfamiz 5 taqsim 12 ekan. 12 bilan 12 qisqarsa, demak javob 50 newton og'irlik ekan. Javob bor bizda. Xo'sh, hozirgi misolga o'xshab ketar ekan bizdan AB stержен debdi, ya'ni bu F bo'ladi, bu T bo'ladi va bu tomon mg bo'ladi. Xo'sh, bizdan so'ralgan narsa AB. Endi demak F topishimiz kerak. Bizga nima berilgan? Mg bor, to'g'rimi? Demak, shuning uchun kosinus alfadan foydalanamiz. Kosinus alfamiz nimaga teng bo'ladi? Mg taqsim F ga teng bo'ladi. Ya'ni burchakka yopishgan katetda hipotenuzaga nisbat. Demak, bu yerdan biz F ni qidiryapmiz. Buning uchun nima qilamiz? Mg ni kosinus alfaga bo'lamiz. Endi yana o'sha holat, sinus alfamiz 5 taqsim 3 ga teng, 13 ga teng bo'lsa, kosinus alfamiz 12 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Demak, ketdik, qiymatlarni qo'yapmiz. Massa 12, j ni qiymati 10, kosinusimiz 12 taqsim 13. 12 lar qisqarib ketsa, 13 tepaga chiqib ketadi. Demak, 13 kira 10 bo'lib, qiymat 130 newton ekan. Birligini yozmabmiz. Mayli. 6-masala. Chizmada massasi 2 kilogramm, uzunligi 1,5 metr bo'lgan F kuchni tayanchga nisbatan momentini toping. Demak, chizmada massasi 2 kilogramm. Demak, uni massasi bor ekan. Demak, uni pastga mg og'irlik kuchi bo'ladi. Endi bitta narsani hal qilib olaylik. Bizda kuch yelkasiga ikkita ta'rifi bor. Bittasi kuch qo'yilgan nuqtadan tayanchgacha masofa deyiladi. Ikkinchisi bo'lsa kuchli ta'sir chizig'idan tayanchgacha masofa. Biz ikkinchi tarafdan foydalansak, mana ta'sir chizig'i. F kuch ta'sir chizig'i bo'lsa mana. Demak, hozir ta'sir chizig'idan bungacha bo'lgan masofa mana bunday bo'ladi endi. Bu D1 masofa, umumiysi esa D2 masofa. Demak, xo'sh, uzunligi 1,5 metr bo'lsa, buni 4 qismga bo'lingan. Demak, bu L taqsim 2 ni beradi hozir. Umumiy bo'lsa L ni berish kerakmi? Demak, to'g'ri burchakdan foydalansak, sinus alfa bu tomonda bo'lib tursa, burchak qarshisidagi katetda gipotenuzaga nisbatidan foydalanamiz. Bu ham alfa bo'ladi. Demak, sinus alfa kichkina uchburchak uchun, ya'ni bu qiymat uchun D1 taqsim L taqsim 2 ga teng. D1 taqsim L taqsim 2 ga teng. Bu yerdan D1 ni topsak, L taqsim 2 sinus alfa. Xuddi shu ishda D2 uchun ham qilsak, demak D2 teng bo'ladi L sinus alfaga. Endi e'tibor beramiz, bizdan F kuch so'rabdi. F kuchni momenti bu tomonga yo'nalgan, mg ni momenti bu tomonga yo'nalgan. Ikkalasining momenti bir-biriga teng hozir. Demak, biz hozir mg ni momentini topib qo'ysak, F kuchni momenti o'zidan o'zi kelib chiqar ekan. Faqat mg ni yelkasi D1 ligi esdan chiqmasa bo'ldi. Bu mg ni yelkasi, bu bo'lsa F kuchni yelkasi. Demak, ketdik, moment so'ralgan bizdan. mg ko'paytirilgan D1, mg ko'paytirilgan L taqsim 2 sinus alfa. Shuni hisoblaymiz. Massamiz 2 kilogramm, j ning qiymati 10, L'imiz 1,5 taqsim 2, sinus alfamiz 0,8.
Demak, birinchi bo'lib 10 bilan 2 bilan 2 ketsa, 10 kara 15 1,5 15 ni beradi. Mana 15 ko'paytirilgan 0,8 miz bo'lsa, 4 taqsim 5 degani. Ikkalasi qisqarsa, bunda 3 qoladi. 3 kara 4 12 newton ko'paytirilgan metrga teng bo'lyapti. Bizda unaqa javob bor-a?